Assalomu alaykum qalbi mehrga to'la ustozlar, mehribon ota-onalar va orzularga oshno aziz o'quvchilar. Bugun oddiy kun emas, bugun xotiralarga aylanish arafasida turgan Assalomu alaykum qalbi mehrga to'la ustozlar, mehribon ota-onalar va orzularga oshno aziz o'quvchilar. Bugun oddiy kun emas, bugun xotiralarga aylanish arafasida turgan eng go'zal onlar jamlangan kun. Bugun mamlakatimizning barcha umumta'lim maktablarida yuksak ma'rifatli avlod 3-Renessans poydevori shiori ostida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti tabrikini o'qib eshittirish uchun va bayramimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Iskandarova Xosiyat Rajabovnaga beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, qadrli o'quvchilar. Mana bugun 35-sonli Umumo'rta ta'lim maktabida 3-Renessans poydevori shiori ostida so'nggi qo'ng'iroq tadbir kechasi bo'lib o'tmoqda. Tadbir kechasini ochiq deb e'lon qilaman va shu munosabat bilan barchalaringizni bugungi unutilmas kun, bitiruvchilarimiz uchun unutilmas daqiqalar, shu maktab hayotini tugatib, oldinda katta imkoniyatlar, yangi marralar turganligi bilan barchalarini tabriklab qolaman. Hozir hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev noma'lumshining prezident tabrigini o'qib eshitiraman. Aziz farzandlarim, hurmatli ustoz va murabbiylar, muhtaram ota-onalar. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il qizlarimiz
maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ana shunday unutilmas ayyom bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Biz bugun kelajak rejalarini tuzayotgan sizdek farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etadigan bunyodkor kishini ko'ramiz. Joriy yil birinchi marta 11 ming nafardan ziyod farzandlarimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Bunday intiluvchan o'g'il-qizlarimiz kelajakda ham o'z tengdoshlariga namuna bo'lib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rin egallashi uchun hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etyapmiz. Albatta, bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib tadbirkor degani. Bugungi bitiruvchi 3-renessans bunyodkori degani. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchisiz. Mamlakatimizda 207 ta oliygoh va 643 ta texnikum sizlarga zamonaviy bilim, kasb va malaka berishga tayyor. Tirishqoq, o'z kuchiga ishongan yoshlarimiz hali maktabni tugatmasdan turib yurtimizdagi chet eldagi nufuzli oliygohlarga kirishga ulgurdi. Masalan, 171 nafar yoshlarimiz dunyoning yetakchi universitetlariga, yana minglab bitiruvchilar mamlakatimizdagi oliygohlarga qabul qilindi. Ana shu farzandlarimni, ularning ota-onalari va ustozlarini bunday yutuqlari bilan chin dildan tabriklayman. Aziz bitiruvchilar, o'zingiz ko'ryapsiz, bugun hayot ham, mehnat bozoridagi talab ham shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Yangi kasblar paydo bo'lyapti. Til, kasb, kompyuter savodxonligi va mustaqil daromad topish ko'nikmasini egallash muhim zaruratga aylanmoqda. Mehnat bozori endi avvalo hujjat emas, amaliy bilim, malaka va natija so'rayapti. Bugun qishloqdagi oddiy maktab bitiruvchisi ertaga dunyo tan oladigan olim bo'ladi, tarbiyalaydi. Shu bois har biringiz kamida bittadan xorijiy til va zamonaviy kasbni egallashga harakat qiling. Bu kelajakka ochilgan eshik siz uchun qo'shimcha imkoniyat va rag'batdir. Tadbirkor bo'lishni istaydigan yoshlarimiz uchun banklar joriy yil 25 trillion so'm arzon kreditlar taklif etmoqda. Startap loyihalarini boshlagan bitiruvchilarga esa 100 million dollar mablag' tayyorlab, 100 million dollar mablag' tayyorlab qo'yganmiz. Eng yirik kompaniyalari har yili kamida 50 ming bitiruvchini sun'iy intellekt bo'yicha o'qitib, yuqori daromadli ishga joylashtirishga tayyor. Kelgusi yillarda 168 ming gektar super intensiv sanoatlashgan bog'lar tashkil qilamiz. Mazkur loyihalarda qatnashmoqchi bo'lgan bolalarimni men doim qo'llab-quvvatlayman. Mana shu yangi sohalarda sizlar albatta o'z kasbingizdan haqiqiy egasi bo'lasiz. Qadrli farzandlarim, bugungi tez o'zgarayotgan davrda hayotga uning keskin talablariga tayyor bo'lish bu eng muhim vazifa. Ushbu yo'lda sizlar uchun eng yaqin do'st va eng kuchli qurol kitobdir. Chunki kitob nur, ilm va ibrat manbai. Ko'p kitob o'qigan inson hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Kuchli iroda, tez dunyoqarashga ega bo'ladi. Bugungi hayotimizda sizlar uchun o'rnak bo'ladigan yutuqlarimiz, yosh qahramonlarimiz ko'p. 4-5 yil oldin maktabni tugatgan Javohir Sindorov, Nodirbek Abdusattorov, Abduqodir Husanov kabi mashhur sportchilarimiz shaxmat va futbol olamida butun dunyoni qoyil qoldirmoqda. Yosh kino ijodkorlarimiz suratga olgan qisqa metrajli film Kann xalqaro kinofestivali doirasidagi inklyuziv filmlar festivalida Grand Prix mukofotini olishga sazovor bo'ldi. Kecha futbol bo'yicha milliy terma jamoamizni jahon chempionatiga katta tantana bilan kuzatdik. Barchamizga cheksiz g'urur va iftixor bag'ishlaydigan bunday yutuqlar ilgari tariximizda hech qachon bo'lmagan. Ko'ryapsizlarmi, chin dildan intilsa, harakat qilsa, bunday yutuqlar ko'p yangi O'zbekiston yoshlari qanday buyuk marralarni zabt etishga qodirligini ko'rsatadi. Men ishonaman, sizlarning orangizdan ham ana shunday millat qahramonlari, yangi O'zbekiston iftixorlari yetishib chiqadi. Bu dunyoda har bir ongli inson ota-onasi, ustozlari,
va el yurt ishonchini oqlashga intilib yashaydi. Inson uchun eng ulug' baxt, ulkan sharaf aslida shu. Siz bugun maktabni tugatdingiz, lekin katta hayot maktabi endi boshlanmoqda. Men sizlarga ana shunday tengsiz baxt, yuksak saodat egasi bo'lishlaringizni tilayman. Oldingizga katta maqsadlar qo'yishdan hech qachon qo'rqmang. O'zingizga ishonib hamisha olg'a boring. Doimo o'zgarishlar, islohotlar ruhi bilan yashaydigan avlod bo'ling. Shu yo'ldagi ilk qadamlaringiz qutlug' va barakali bo'lsin. Barchangizga baxt va hamisha yor bo'lsin. Aziz farzandlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Bo'lmasa, aziz bitiruvchilarimiz, tadbir kechasini chiroyli va mazmunli qilib o'tkazishlaringizni so'rab qolamiz. Rahmat. Rahmat ustoz. Maktab bu faqatgina sinfxona va daftarlar emas. Bu ilk hayajonlar, ilk muvaffaqiyatlar, balki ilk sevgi ham yashirinib qolgan maskan. Bugun esa bu maskan bilan xayrlashayotgan yoshlar yuragida ikki xil tuyg'u bor. Quvonch bo'lsa, ikkinchisi esa sog'inch. Ammo san'at orqali yurakdagi minnatdorchilikni his qilish mumkin. Marhamat, navbatdagi chiqish bitiruvchilarimizning xorijiy tillardagi tabriklariga. Shuningdek, jajji aka singillarimiz, ya'ni 4-sinf o'quvchilarining tabrigini qabul qiling. Degan qutlug' dargoh muqaddasdir bizga har chog' bilim sari boshlar yo'lga, aziz o'lka, tanish yo'lga. Har kun erta tongdan boshlab shaxtam qadam tashlab biz u tomon otlanamiz do'stlar ichra shodlanib. Bu qanday aziz dargoh muqaddas bizga har chog' bilim sari boshlar yo'lga, bizlarni tanish yo'lga. Shogirdlar bilimi qanotdir sizga, mehnatga halollik, sadoqat sizga, xotirjam yashamoq chin rohat sizga. Siz asl insonsiz dona muallim. Sizgadir yurakda asragan so'zim, to mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Shodlik quvonchlarga to'la barcha qalb. Bu aziz dargohda bayramdir bugun. Bilimga erishgan baxtimiz sabab biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Mehringizla ochmish hayot ko'zini. Madh etmoqqa shaydur bugun ovozim. Sizga o'xshataman quyosh nurini, oddiy muallimim, aziz ustozim. Qalbi ezgulikka to'la limolim, ko'kka yo'lladingiz baland parvozim. Hamisha menga yor, siz bergan ta'lim otamdan ulug'im, aziz ustozim. Sizgadir yurakda asragan so'zim, to mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lidan solmang ustozim. G'am ko'rmay bu dunyo turguncha turing, ming yillik mehnatlar hudurin ko'ring. Shogirdlar baxtidan shod masrur yuring, ezgulik yo'lidan tolmang ustozlar. Hayot yo'llarimda dildosh deb bildim, yo'limni yoritgan quyosh deb bildim. Toli yo'llarida yo'l
qiyin. Bitiruvchilarimizning she'rlariga beramiz. Marhamat. Yine bir muzlarimiz var mı? Aldraka jenglasa. Aldraka jenglasa. Bana jengla she'r aytadi Alloh. Bana Telegramda yaxshi chiqadi, Telegramda. Ketmoqdamiz kipriklardan ham, ulg'aymoqlik tomon bir qadam. Lek yurakni o'rtar bir alam, sog'inaman seni sinfdosh. Chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq, bolalikka solganday firoq. Taqdir shunday deymiz u biroq, sog'inaman seni sinfdosh. İlk muhabbat senga lolalar, tutsam kular edi bolalar, sevgimizga guvoh xonalar, sog'inaman seni sinfdosh. Qoldi nahot barchasi, Qorboboyu bayram archasi, aytolmadim so'zim qanchasi, sog'inaman seni sinfdosh. bu oqshom osmonda yulduz yig'laydi. Ko'k aro to'lin oy unsiz yig'laydi. Majnun tol yonida, maktab bog'ida, yurakda dard bilan bir qiz yig'laydi. Bunchalar yuraklarga solasan tuproq, chalinmay qo'ya qol so'nggi qo'ng'iroq. Ayriliq onlari bunchalar azob. Aytilmay qoldi-ku aytilmas gaplar, goh oshkor, goh pinhon bitilgan xatlar, ranglari sarg'ayib ko'nglimni ezar, chalinmay qo'ya qol so'nggi qo'ng'iroq. Qizlar qo'lidagi esdalik daftar, nahot armonlarga aylansa endi, sinfdosh qiz bilan tushgan suratlar, bunchalar yuraklarga solasan tuproq, chalinmay tura qol so'nggi qo'ng'iroq. Ayrilgim kelmaydi munis maktabdan, ko'nglimga abadiy yoqding sen chiroq, yashirgim kelmaydi men ham yoshlarim, chalinmay qo'ya qol so'nggi qo'ng'iroq. Bugun maktab ostonasin xatlab so'nggi bor, 11 yillik bolalikka yasaysiz yakun, endi hayot darsxonangiz bo'lar maktabda, chalinadi eng oxirgi qo'ng'iroq bugun. Bilmam, balki joningizga tekkan bu jarang, balki bezor bo'lgandirsiz darslardan hatto, balki ustoz asabingiz qilgandir tarang. Lekin o'tgan maktab davrim unutmang aslo. Sinfdoshlar bo'lolmaysiz endi partadosh. Endi sirdosh bo'lolmaysiz, unutmang biroq, do'stligingiz bir umrga bo'lar yelkadosh. Do'stlik uchun chalinmaydi so'nggi qo'ng'iroq. Beg'ubor bolalik o'tganda maktab, qanday ketish mumkin bag'ringdan yiroq. Har bitta sinfdosh qizni maqtadim, oh so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi qo'ng'iroq. Guldasta ko'targan guldayin qizlar, endi tanishganday bir-birin izlar, yurakdan qo'yilar rang-yorang so'zlar, oh so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi qo'ng'iroq. Bahorda o'riklar pishib sarg'ayib, bahor ham ortda, go'yoki qoldik bir kunda ulg'ayib, oh so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi qo'ng'iroq. Tarqadik ketdik, endi mehr qadriga yetdik, chalinmagan so'nggi qo'ng'iroq. Sog'indim sirdosh sinfdoshlarimni, ko'zlari chaqnagan dirdoshlarimni, jim turib eslayman xotiralarimni, chalinmagin so'nggi qo'ng'iroq. Yangi hayot, yangi yo'llarga Sha'ningga atab, oq yo'llar tilading bizga ishonib, seni sog'inamiz qadrdon maktab. O'zingdek kechgandir quvonch shaxtimiz, e'tibor e'zozdan kulgan baxtimiz, kelajakka ishonch oliy ahdimiz, seni sog'inamiz qadrdon maktab. Yoqida kirmasdan ustoz so'ziga biroz erkaliklar kirdik o'ziga, bugun mehr bilan boqib ko'ziga, seni sog'inamiz qadrdon maktab. Qilgan sho'xliklaring qay birin aytay, qo'noq lahzalarni kutardik atay, bugun qaldirg'ochmiz uchmoqlik yashay, seni sog'inamiz qadrdon maktab.
So'nggi damda sog'inch o'rtayapti rost, sehring quchog'iga tortayapti rost. Ketmay turib mehr ortayapti rost, seni sog'inamiz qadrdon maktab. Oq yo'l tilab bizga maktab jonajon, hayot sahnasida yo'limiz ravon. Seni unutmaymiz bizlar hech qachon, seni sog'inamiz qadrdon maktab.